Assalomu alaykum obunachilar. Kirib kelgan Ramazon oyi bilan barchangiz muborak bo'lsin. Bugun sizlarga shunaqa chiroyli fruktovoy tort pishirishni o'rgataman. Pishirish juda ham oson. Bizga kerakli masalliqlar: un, shakar, suv, tuxum. Birinchi bo'lib tuxumni ikkiga ajratib olamiz va sarig'iga suv qo'shamiz va yaxshilab miksirlaymiz. Oqini oqarguncha miksirlaymiz. Endi ikkalasiga ham shakar sepib, miksirlashda davom ettiramiz. Endi sariq bilan oqini qo'shib, tepa-past qilib aralashtiramiz. Va aylangan undan sepib olamiz va yana aralashtiramiz. Endi xamirimizni qolipga solamiz. 160 gradusga duxovkaga tiqamiz. Endi krem tayyorlaymiz. Qaymoq bilan sgo'shonkani quyilgancha miksirlaymiz. Endi tort qilishni boshlaymiz. Biskvitni ustiga propitka qo'yib olib, kremdan solib chiqib, nachinka qilamiz. Menda nachinka banan. Endi krem quyib, tekislab chiqib va xohishga ko'ra bezatamiz. Va sizlarda shunaqa mazali tort chiqadi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va obuna bo'ling.